Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun shu sizlar bilan uchrashuvimizdan sabab Prezidentimiz tarafidan tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash bo'yicha yana ko'plab imkoniyatlar berib turibdi. Shulardan biri bizning Xalqbankda toza kredit mahsuloti ishlab chiqarilgan, ya'ni moliyaviy ko'makdan kredit mahsulotimiz bor. Bu yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlarini beriladi, asosan yuridik shaxslar, yakka tadbirkorlarga beriladi. Kreditimiz maqsadsiz kredit. Bunda kredit summasi 300 milyon so'mgacha beriladi. Ya'ni garov qiymatidan kelib chiqib maksimum 300 milyon so'mgacha naqd ko'rinishda olishlari mumkin. Muddati 36 oy, imtiyoz davran bor. 6 oy davomida faqat foizni qaytarib turadi, asosiy qarz qaytarilmaydi. Bunda alohida bir imtiyozlar berilgan. Ko'rib chiqsangizlar, sababi hamma kreditlarimizning tagida doimiy ish o'rnini aholini ish bilan band qilish yotadi. Shu sababli masalan bedina yozib qo'ydik, yuridik shaxslarga 24% beriladi, o'zini band qilgan shaxslarga 25%. Bunda yuridik shaxslar 2 dona ish o'rnini yaratsa 2% kamaytirilgan tartibda beriladi kredit foizi.